Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar, YouTube ishqibozlari, bizni kuzatib borayotgan ekskavator, pogrushik ishqibozlari. Bugun bitta yangi video qo'yishimdan maqsad, bitta klientimiz murojaat qildi. Bir tanishimiz ekskavatorini sotmoqchi, yangi ekskavator olgan, yangi, yurmagan, yurgani ozgina 1 oy 2 oy ishlagan. Komplektida transheyniy kovsh, planirovочный, gidromolotlari hamma narsasi bor. Judayam arzonga ekskavator chiqib qoldi. 75 talik, vesi 7 tonna yo 7,5 tonna adashmasam 7 tonna chiqadi. Apparat motor judayam arzonga chiqib qoldi. Kimga qiziq bo'lsa, naqdga, faqat naqdga mana shu nomerga telefon qilasizlar, men gaplashtiraman. 30.500 narxi. Yana qaytarib aytaman, 30.500. Mana shu aksessuarlari bilan birga 3 xil kovshi, keyin gidromoloti, shu beton buzadigani. Bitta tanishimiz sotaman deb qoldi. Yangi olgan texnika. Где-то mana shu yilda yozida olganda 3-4 oy ishlagan yangi texnika. Ma'qul bo'lsa ko'ring, egalari bilan gaplashtiramiz. Nomerga telefon qiling. Nomerim bor, shu 93lik 320 0550. O'zlaring bilasizlar. Bizning texnikalarimiz endi yangi yildan keyin keladi. Yanvarda keladi, xudo xolasa. Ekskavatorlar ham olib kelyapmiz. Padzakaz hozir 1.8 pogrushiklar ham olib kelyapmiz. 1.8larimizda 2 xili bor. $25,000 bor, kichkina korobka. Keyin katta korobka bor, $31,000 bo'ladi u. Katta korobkasi 2,1 kubalik qalin kovsh. Qalin kovshda 2,1 kubaligi. Zapchastlari 100% o'sha XMG ning zapchaslari. Katta korobkasi 428 talik. Korobka o'zi 2 xil bo'ladi. Korobka 315 talik, 428 talik. Bu katta korobkasi 31,000. 2,1 kubalik kovshasi bilan. Keyin самое главное, bu poligon emas. Xitoydan 5 sutka o'zi yurib kelmagan. Boshqa joylardagi poligon motochasini ko'rsangiz 50 motochasidan oshib ketgan, demak uni haydab kelgan bo'ladi Xitoydan. Bizdagi hammasi trallerda keladi. Probeglari 0 probeg bo'ladi. Tekshirib olasizlar. Shu betonameshalkalarimiz ham bor. Ekskavatorlar qancha bo'lyapti zakazga desangiz, 35,000, 40,000 har xil, любой razmeridan bor. Eng arzon ekskavatorlarimiz 35,000 dan. Shu hozir arzon chiqib qolgandan endi sizlarga sirazi nima aytishga qaror qildim. Telefon qilinglar, egalari nomerini beramiz, gaplashasizlar. Shu bizga arzimagan shu bonusini bersalaringiz bo'ldi. Texnika yangi, tekshirib olasizlar. Hamma sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Bizni kuzatib borishda davom etinglar. Charchamanglar.